To'xta. Eshit. Agar hozir hayotingiz siz xohlagan joyda bo'lmasa, bu dunyo aybdor emas. Bu odamlar emas. Bu sharoit emas. Bu sizning diqqatingiz noto'g'ri joyda ekanining natijasi. Siz o'zingizni isbotlashga juda ko'p vaqt sarflayapsiz. Gapirishga, ko'rinishga, yoqishga. Lekin g'oliblar boshqacha yashaydi. Ular e'tiborini odamlar fikriga emas, natijaga qaratadi. Bu audio kitob sizni yumshatmaydi. Sizni taskin bermaydi. U sizni o'zgartiradi. Chunki bitta qoida bor. Yutmaguningizcha o'zingizga e'tibor qaratmang. Birinchi bob: e'tiboringiz qayerda, hayotingiz o'sha yerda. To'g'ridan-to'g'ri boshlaymiz. Hayotingiz hozir qanday bo'lsa, bu tasodif emas. Bu omad emas. Bu qismat emas. Bu e'tiboringiz qayerda bo'lganining natijasi. Ko'pchilik buni tushunmaydi. Ular pulni eng qimmat narsa deb o'ylaydi. Vaqtni eng qimmat narsa deb o'ylaydi. Yo'q. Eng qimmat narsa diqqat. Pul yo'qoladi, qayta topiladi. Vaqt ketadi, lekin baribir har kuni yangi kun boshlanadi. Lekin diqqat. Diqqat qayerga ketsa, hayot o'sha tomonga ketadi. Qayerga qarayapsan, o'sha tomonga ketyapsan. Har kuni, har soat, har daqiqa. Lekin ko'pchilik tanlamaydi. Ular diqqatini tasodifan tarqatadi. Telefon ochiladi. Boshqaning hayoti ko'rinadi. Boshqaning natijasi ko'rinadi. Va siz o'zingizni yo'qotasiz. Siz diqqatni yo'qotgan zahoti nazoratni yo'qotasiz. O'ylab ko'ring. Siz nimaga ko'p qaraysiz? Nimaga ko'p asabiylashasiz? Nimadan ko'p shikoyat qilasiz? Agar siz doim muammolarga qarasangiz, hayotingiz muammo bo'ladi. Agar siz doim shikoyat qilsangiz, hayotingiz shikoyatga aylanadi. Agar siz doim boshqalarning hayotini kuzatsangiz, o'zingizniki to'xtab qoladi. Qayerga qarayapsan, o'sha tomonga ketyapsan. Ko'pchilik shunday deydi. Hayot qiyin. Sharoit yo'q. Odamlar imkon bermayapti. Bu yolg'on. Bu bahona. Sizga hech kimning ruxsati kerak emas, diqqatingizni boshqarish uchun. Muammo tashqarida emas. Muammo ichingizda ham emas. Muammo diqqat noto'g'ri joyda. Bu juda oddiy haqiqat. Shuning uchun ham ko'pchilik qabul qilolmaydi. Kuchli odamlar bitta narsani tushunadi. Hayotni o'zgartirish uchun butun dunyoni o'zgartirish shart emas. Faqat qarayotgan joyni o'zgartirish kifoya. Diqqat intizomi. Masalan, ikki odamni oling. Ikkalasida ham bir xil sharoit. Bir xil vaqt. Bir xil imkon. Bittasi doim yangilik o'qiydi. Salbiy xabarlar. Boshqalarning yutuqlari. Boshqalarning muammolari. Ikkinchisi esa har kuni bitta savol beradi. Bugun nimani yaxshilayman? Bir yil o'tadi. Natija farqi osmonday. Nega? Chunki biri diqqatini tashqi shovqinga berdi. Ikkinchisi diqqatini osishga berdi. Qayerga qarayapsan, o'sha tomonga ketyapsan. Har safar telefonni qo'lingizga olganingizda tanlov bor. Har safar shikoyat qilishni xohlaganingizda tanlov bor. Har safar boshqalarni muhokama qilganingizda tanlov bor. Lekin halol bo'laylik. Ko'pchilik osonini tanlaydi. Chalgitishni, qochishni, boshqasiga qarashni. Chunki o'ziga qarash og'riqli. Natijaga qarash mas'uliyat talab qiladi. Mas'uliyat kuchli odamlarning odati. Endi amaliy qismga o'tamiz. Agar siz bu audio kitobni shunchaki eshitib qo'yish uchun emas, balki o'zgarish uchun tinglayotgan bo'lsangiz, tinglang.
Birinchi qoida. Diqqatni himoya qiling. Hamma narsani kiritmang. Hamma gapni eshitmang. Hamma odamga javob bermang. Bu qo'pollik emas. Bu strategiya. Ikkinchi qoida. Muammo haqida kamroq, yechim haqida ko'proq o'ylang. Muammo sizni aqlli qilmaydi. Yechim qiladi. Uchinchi qoida. Har kuni bitta asosiy narsa. Bitta vazifa. Bitta maqsad. Bitta yo'nalish. Diqqat tarqoq bo'lsa, kuch yo'qoladi. Diqqat jamlansa, natija paydo bo'ladi. Ko'pchilik shunday deydi. Men harakat qilyapman. Yo'q. Siz harakat qilyapsiz emas. Siz chalgiyapsiz. Harakat bu natijaga yo'naltirilgan diqqat. Qolgan hammasi shovqin. Sizga hech kim endi diqqatli bo'l deb aytmaydi. Siz o'zingiz qaror qilasiz. Bugun. Hozir. Shu bobning asosiy g'oyasini yana bir bor eslab qoling. Oddiy. Qattiq. O'zgarmas. Qayerga qarayapsan, o'sha tomonga ketyapsan. Agar siz galabaga qarasangiz, galabaga yaqinlashasiz. Agar siz bahonaga qarasangiz, joyingizda qolasiz. Agar siz boshqalarning fikriga qarasangiz, o'zingizni yo'qotasiz. Har kuni. Bu bobni tushundingiz. Endi o'zingizdan qochmaysiz. Endi diqqatni tashqi shovqindan tortib olasiz. Chunki keyingi bob bundan ham qattiqroq. Endi biz o'zingizni isbotlash kasalligi haqida gapiramiz. Siz e'tiboringizni boshqara boshladingiz. Endi savol. Nega siz hali ham boshqalarga nimanidir isbotlashga urinayapsiz? Ikkinchi bob, o'zingizni isbotlashni to'xtating. To'g'ridan-to'g'ri aytaman. Agar siz doim kimligingizni tushuntirayotgan bo'lsangiz, siz kuchli emassiz. Agar siz doim o'zingizni oqlayotgan bo'lsangiz, siz yutqazyapsiz. Agar siz doim men shunaqaman deb isbotlayotgan bo'lsangiz, siz hali natija bermagansiz. Bu og'ir eshitiladi. Lekin bu haqiqat. Isbotlash kuchsizlarning odati. Kuchli odamlar buni biladi. Shuning uchun ular kam gapiradi. Ular bahslashmaydi. Ular o'zini himoya qilmaydi. Chunki ularda bitta qurol bor. Natija. Natija gapiradi. Natija himoya qiladi. Natija isbotlaydi. Siz esa-chi? Siz nima qilyapsiz? Siz odamlar fikridan qochyapsiz. Siz tanqiddan qo'rqyapsiz. Siz tushunilmaslikdan xavotirdasiz. Shuning uchun siz gapirasiz. Ko'p gapirasiz. Ortiqcha gapirasiz. Siz gapirishni tanlaysizmi yoki ishlashni? Ko'pchilik nimani tanlaydi, bilasiz? Gapirishni. Men reja qilyapman. Men hali tayyorman. Men hozir sharoitni kutyapman. Bu so'zlar nimani anglatadi, bilasizmi? Bu qo'rquvni anglatadi. Bu ishonchsizlikni anglatadi. Bu ichki boshliqni anglatadi. Isbotlash kuchsizlarning odati. Kuchli odam o'zini ko'rsatishga urinmaydi. U o'z ustida ishlaydi. U jim bo'ladi. U vaqtni bahsga emas, mehnatga sarflaydi. Agar siz haqiqatan ham kuchli bo'lsangiz, sizga hech kimning tasdig'i kerak emas. Agar siz haqiqatan ham yo'lda bo'lsangiz, sizga hech kimning roziligi kerak emas. Sizga hech kim sen yetarlisan deb aytmaydi. Siz buni natija bilan ko'rsatasiz. Keling, aniq misol keltiray. Ikki odam sport zaliga keladi. Birinchisi hamma bilan gaplashadi. Qanday mashq qilayotganini tushuntiradi. Nima rejasi borligini aytadi. Kim bo'lishini gapiradi. Ikkinchisi jim. Quloqchin taqilgan. Mashq qiladi. Terlaydi.
Ketadi. Bir necha oy o'tadi. Kimda tana o'zgargan? Kimda kuch paydo bo'lgan? Gapirgan odamda emas. Jim ishlagan odamda. Chunki biri isbotlash bilan band edi. Ikkinchisi rivojlanish bilan. Energiya cheklangan. Agar siz uni gapga sarflasangiz, ishga qolmaydi. Endi o'zingizga savol bering. Halol bo'ling. Siz kimga nimani isbotlamoqchisiz? Nega? Va eng muhimi, nima uchun? Ko'pincha javob bitta bo'ladi. Qo'rquv. Qo'rquv. Tanqid qilinishdan. Kulgi bo'lishdan. Yetarli emasdek tuyulishdan. Lekin mana haqiqat. Tanqid baribir bo'ladi. Gapirsangiz ham bo'ladi. Jim bo'lsangiz ham bo'ladi. Farqi nimada bilasizmi? Jim bo'lsangiz kamroq charchaysiz. Jim bo'lsangiz tezroq osasiz. Yoki o'zingizni himoya qilasiz. Yoki o'zingizni qurib chiqasiz. Ikkalasini bir vaqtda qila olmaysiz. Isbotlash kuchsizlarning odati. Kuchli odamlar o'zini oqlamaydi. Ular kechirim so'ramaydi agar noto'g'ri ish qilmagan bo'lsa. Ular tushuntirmaydi agar ish natija berayotgan bo'lsa. Amaliy qismga o'tamiz. Agar siz o'zgarishni xohlasangiz, buni bajaring. Birinchi qoida. Kam gapiring. Ko'p ishlang. Rejalaringizni hamma bilan bo'lishmang. O'zgarishlaringizni e'lon qilmang. Natijani ko'rsating. Ikkinchi qoida. Bahsdan chiqib keting. Siz haq ekaningizni isbotlash hayotingizni yaxshilamaydi. Natija yaxshilaydi. Uchinchi qoida. O'zingizni tushunmaydiganlarga tushuntirmang. Bu sizning vazifangiz emas. Bu sizning mas'uliyatingiz emas. Siz o'z yo'lingizni tanlaysiz. Ular tushunsa ham, tushunmasa ham. Ko'pchilik shunday deydi. Agar gapirmasam, meni noto'g'ri tushunishadi. Ha, tushunishadi. Lekin mana sir. Tushunmagan odamlar baribir siz bilan yurmaydi. Tushunganlar esa natijani kutadi. To'g'ri odamlar natijaga qaraydi. Noto'g'rilar gapga. Siz qaysi tomondasiz? Bugun qaror qiling. Bugundan boshlab o'zingizni isbotlamaysiz. Bugundan boshlab energiyani gapga emas, ishga berasiz. Eslab qoling. Oddiy. Qattiq. O'zgarmas. Isbotlash kuchsizlarning odati. Agar siz jim ishlasangiz, kuch yigiladi. Agar siz kam gapirsangiz, diqqat jamlanadi. Agar siz natija bersangiz, hamma savollar yo'qoladi. Siz e'tiboringizni boshqaryapsiz. Endi siz energiyangizni himoya qilyapsiz. Lekin hali bitta muammo bor. Ko'pchilik jim turolmaydi. Ular gapirmaslikka chiday olmaydi. Nega? Chunki ular sukunatdan qo'rqadi. Boshliqdan qo'rqadi. Yolg'iz qolishdan qo'rqadi. Keyingi bobda biz aynan shu haqda gaplashamiz. Kuchli odamlarning eng xavfli quroli haqida. Siz o'zingizni isbotlashni to'xtatdingiz. Endi siz jimlikni o'rganasiz. Uchinchi bob sukut yashirin qurol. Jimlikni noto'g'ri tushunishadi. Ko'pchilik jimlikni zaiflik deb o'ylaydi. Qo'rquv deb o'ylaydi. Ishonchsizlik deb o'ylaydi. Bu xato. Katta xato. Sukut kuchdir. Sukut intizomdir. Sukut nazoratdir. Kim ko'p gapirsa, ko'p kuch yo'qotadi. Kim jim ishlasa, kuch yigadi. O'ylab ko'ring. Hayotingizda eng tez oldinga o'tib ketgan odamlar kimlar edi? Eng kam gapirganlar. Eng kam e'lon qilganlar. Eng kam shovqin qilganlar. Tasodif emas. Siz ham shovqin qilishingiz mumkin.
Yoki siz ham sukutni tanlashingiz mumkin. Lekin bilib qo'ying. Sukutni tanlash oson emas. Gapirish oson. Post qo'yish oson. Reja aytish oson. Jim bo'lish qiyin. Chunki jimlik ichki tartib talab qiladi. Jim bo'l. Ishla. Yut. Ko'pchilik nima qiladi? Ular hali boshlamasdan turib gapiradi. Hali natija yo'q, lekin e'lon bor. Hali mehnat yo'q, lekin reja hammaga aytilgan. Va keyin hech narsa bo'lmaydi. Nega? Chunki reja aytilganda miya aldandi. Miya ish bajarildi deb o'yladi. Motivatsiya tushdi. Bosim yo'qoldi. Bu ilmiy fakt. Psixologiyada buni erta mukofot deyishadi. Siz ishni qilmasdan turib maqtov oldingiz. Shuning uchun tana harakat qilmaydi. Kuchli odamlar buni biladi. Shuning uchun ular rejani saqlaydi. Ular ogizda emas, ishda yashaydi. Sizga hech kimdan boshlashga ruxsat kerak emas. Sizga tomoshabin kerak emas. Sizga guvoh kerak emas. Sizga sukut kerak. Misol keltiray. 2 tadbirkor bor. Birinchisi hamma joyda gapiradi. Rejasi, orzusi, maqsadi. Ijtimoiy tarmoqlar to'la. Ikkinchisi ko'rinmaydi. Kam post. Kam gap. Ko'p ish. 1 yil o'tadi. Kim biznes qurgan? Kim barqaror daromad qilgan? Jim bo'lgan. Chunki biri energiyasini ko'rsatishga sarfladi. Ikkinchisi qurishga. Energiya cheklangan. Uni qayerga bersangiz, o'sha joy o'sadi. Jim bo'l. Ishla. Yut. Ko'pchilik sukutdan qo'rqadi. Nega? Chunki sukutda haqiqat bor. Sukutda bahona yo'q. Sukutda o'zing bilan yuzlashasan. Gapirganingda yashirinasan. Jim bo'lganingda ko'rinasan. Yoki shovqin bilan yashirinasiz. Yoki sukut bilan kuch egasiz. Sukut nimani anglatadi? Bu gapirmaslik emas. Bu keraksiz gapirmaslik. Bu o'z yo'lingni reklama qilmaslik. Bu har bir fikrni bo'lishmaslik. Bu har bir hissiyotga javob bermaslik. Endi amaliy qism. Agar siz bu bobdan foyda olishni xohlasangiz, quyidagilarni qiling. Birinchi qoida. Rejalaringizni yopiq tuting. Faqat ishni bajaring. Faqat natijani ko'rsating. Gap keyin. Ikkinchi qoida. Har kuni jim ishlash vaqti belgilang. Telefon ochiq. Xabarlar yopiq. Hech kim yo'q. Faqat siz va ish. Uchinchi qoida. Gapirishni mukofot deb bilmay qo'ying. Mukofot natija. Mukofot osish. Mukofot ichki hurmat. Siz jim bo'lish uchun hech kimdan ruxsat so'ramaysiz. Bu sizning hayotingiz. Bu sizning yo'lingiz. Ko'pchilik shunday deydi. Agar jim bo'lsam, meni unutishadi. Ha, unutishadi. Va bu yaxshi. Chunki eslab qolish natija bilan bo'ladi. Shovqin bilan emas. Jim odamlarni boshida ko'rishmaydi. Oxirida esa ularni inkor qilib bo'lmaydi. Jim bo'l. Ishla. Yut. Bu ibora shunchaki so'z emas. Bu hayot strategiyasi. Jim bo'l, diqqat tarqamasin. Ishla, kuch yigilsin. Yut, gaplar ozi keladi. Eslab qoling. Katta o'zgarishlar shovqin bilan boshlanmaydi. Ular sukunatda pishadi. Agar siz hozir jim bo'lishni o'rganmasangiz, keyin gapirishga majbur bo'lasiz. Agar siz hozir gapirishni to'xtatmasangiz, keyin natija yo'qligini tushuntirasiz. Bugun
Siz o'zingizni isbotlashni to'xtatdingiz. Endi siz sukutni qurolga aylantirdingiz. Lekin hali bitta narsa yetishmaydi. Sukutning ozi yetarli emas. Agar u intizom bilan to'ldirilmasa. Keyingi bobda biz aynan shuni gaplashamiz. Nima uchun kayfiyat sizni qutqarmaydi? Nima uchun faqat intizom yutadi? Siz jim bo'lishni o'rgandingiz. Endi har kuni ishlashni o'rganasiz. 4-bob intizom kayfiyatdan ustun. Hozir haqiqatni aytaman. Agar siz kayfiyatingizga qarab ishlayotgan bo'lsangiz, siz yutmayapsiz. Agar siz xohish bo'lsa qilaman deb yashayotgan bo'lsangiz, siz kutyapsiz. Agar siz bugun ruh yo'q deb to'xtayotgan bo'lsangiz, siz o'zingizni aldayapsiz. Bu og'ir. Lekin bu haqiqat. Kayfiyat keladi-ketadi. Intizom qoladi. Kayfiyat ishonchsiz. Intizom barqaror. Ko'pchilik muvaffaqiyatni motivatsiya bilan bog'laydi. Videolar ko'radi. Gaplar eshitadi. Ilhom kutadi. Lekin hayot boshqacha ishlaydi. Hayot intizomni mukofotlaydi. Kayfiyatni emas. Siz kayfiyatingizni boshqarasizmi? Yoki u sizni boshqaradimi? Halol bo'laylik. Kayfiyatga suyanish qulay. Bugun yaxshi bo'lsa ishlaysan. Yomon bo'lsa bahona tayyor. Ammo natija qachon keladi? Hech qachon. Kayfiyat keladi-ketadi. Intizom qoladi. Kuchli odamlar bitta sirni biladi. Ular o'zini majbur qiladi. Kayfiyat bo'lsa ham, bo'lmasa ham. Ular shunday demaydi. Bugun xohlamayapman. Ular shunday deydi. Bugun ham qilaman. Misol keltiray. Sport zaliga borgan odamlarni ko'ring. Ba'zilar faqat kayfiyati bo'lsa keladi. Ba'zilar esa jadval bo'yicha. Bir oy o'tadi. Farq sezilmaydi. 3 oy o'tadi. Farq paydo bo'ladi. 1 yil o'tadi. Farq inkor qilib bo'lmaydi. Kim yutdi? Har kuni kelgan odam. Chunki tana kayfiyatni bilmaydi. Tana takrorni biladi. Hayot ham xuddi shunday. Ko'pchilik men charchadim deydi. Yo'q. Siz charchamadingiz. Siz intizomsiz bo'ldingiz. Charchoq bu vaqtinchalik. Intizomsizlik bu odat. Siz ishlash uchun hech kimdan ruxsat so'ramaysiz. Siz tayyor bo'lishni kutmaysiz. Siz boshlaysiz. Endi eng muhim joy. Intizom nimani anglatadi? Bu o'zingizni jazolash emas. Bu qattiqlik emas. Bu aqlli qat'iyat. Intizom bu qaror. Har kuni qabul qilinadigan qaror. Kayfiyat keladi-ketadi. Intizom qoladi. Agar siz bugun ishlasangiz, ertaga osonroq bo'ladi. Agar siz bugun qochsangiz, ertaga og'irroq bo'ladi. Bugun qaysi tomonni tanlaysiz? Ko'pchilik intizomni noto'g'ri tushunadi. Ular o'ylaydi. Intizom bu har doim maksimal bosim. Yo'q. Intizom bu barqarorlik. Har kuni bir xil ish. Bir xil vaqtda. Bir xil e'tibor bilan. Mana haqiqat. Katta yutuqlar katta harakatdan emas. Katta yutuqlar kichik lekin doimiy harakatdan. Doimiylik. Endi amaliy qism. Agar siz intizomni hayotingizga kiritmoqchi bo'lsangiz, buni bajaring. Birinchi qoida. Jadval tuzing. Va unga amal qiling. Kayfiyatni so'ramang. Jadvalni tekshiring. Ikkinchi qoida. Minimal majburiyat belgilang. Bugun 5 daqiqa bo'lsa ham qiling. Muhimi, zanjir uzilmasin. Uchinchi qoida. O'zingiz bilan bahslashmang.
Bugun qilmasam nima bo'ladi? Bu savolni bermang. Bu savol sizni yutqazdiradi. Siz o'zingizni majbur qilish uchun hech kimdan ruxsat olmaysiz. Bu sizning mas'uliyatingiz. Ko'pchilik shunday deydi. Men ilhom kelishini kutyapman. Ilhom qayerdan keladi, bilasizmi? Harakatdan. Siz ishlaysiz. Keyin ilhom keladi. Hech qachon teskarisi emas. Ilhom mukofot. Intizom sabab. Kayfiyat keladi-ketadi. Intizom qoladi. Agar siz bugun o'zingizni yengsangiz, ertaga hayot yengilroq bo'ladi. Agar siz bugun o'zingizga yon bersangiz, ertaga hayot qattiqroq bo'ladi. Bugun. Eslab qoling. Intizom sizni ozod qiladi. Kayfiyat sizni qamab qo'yadi. Intizom bo'lgan joyda tartib bor. Tartib bo'lgan joyda natija bor. Natija bo'lgan joyda gapga hojat yo'q. Siz sukutni o'rgandingiz. Siz o'zingizni isbotlashni to'xtatdingiz. Endi siz har kuni ishlashni o'rganayapsiz. Lekin yo'lda yana bitta tuzoq bor. Eng xavflisi. Qulaylik. Qulaylik sizga shunday deydi. Bugun dam ol. Bugun qiyin bo'lmasin. Bugun keyin qil. Va sekin-sekin sizni ushlab qoladi. Agar siz intizomni yo'qotsangiz, qulaylik g'alaba qiladi. Agar qulaylik g'alaba qilsa, siz to'xtaysiz. Yo qulaylik, yo g'alaba. Siz intizomni tanladingiz. Endi qulaylik bilan yuzlashamiz. 5-bob qulaylik sizning dushmaningiz. To'g'ridan to'g'ri aytaman. Agar hayotingiz juda qulay bo'lsa, siz osishni to'xtatgansiz. Agar har kuni og'riqsiz o'tayotgan bo'lsa, siz joyingizda qotib qolgansiz. Agar hammasi yaxshi bo'lib turgan bo'lsa, ehtiyot bo'ling. Bu og'ir gap. Lekin bu haqiqat. Qulaylik seni ushlab turadi. Qulaylik hech qachon sizni oldinga olib bormaydi. U sizni hozirgi joyingizda saqlab turadi. Sekin. Jim. Sezdirmay. Ko'pchilik qulaylikni mukofot deb o'ylaydi. Endi dam olsam bo'ladi. Endi qiyin bo'lmasin. Endi o'zimni qiynamayman. Va shu joyda hammasi tugaydi. Siz osishni tanlaysizmi? Yoki qulaylikni? Halol bo'laylik. Qulaylik yoqimli. Issiq. Xavfsiz. Tanish. Lekin u sizni kichraytiradi. Har kuni birozdan. Qulaylik seni ushlab turadi. Kuchli odamlar buni biladi. Shuning uchun ular qulaylikdan qochadi. Ataylab qiyinni tanlaydi. Ataylab og'irini tanlaydi. Nega? Chunki ular bitta haqiqatni tushunadi. Osish og'riqsiz bo'lmaydi. Misol keltiray. 2 odam bor. Birinchisi ishini yaxshi ko'radi. Yaxshi maosh. Kam bosim. Ko'p qulaylik. Ikkinchisi hozir qiynalayapti. Ko'p o'rganadi. Ko'p xato qiladi. Ko'p terlaydi. Bir necha yil o'tadi. Kim oldinga o'tdi? Qulay yashagan emas. Qiynalgan. Chunki biri qulaylikni tanladi. Ikkinchisi rivojlanishni. Og'riq signal. Og'riq osish belgisi. Ko'pchilik og'riqdan qochadi. Charchoqdan qochadi. Noqulaylikdan qochadi. Va shuning uchun ular o'zgarmaydi. Siz o'zingizni qiynash uchun hech kimdan ruxsat so'ramaysiz. Bu sizning yo'lingiz. Bu sizning tanlovingiz. Qulaylik seni ushlab turadi. Ko'pchilik shunday deydi. Men yetarlicha ishladim. Men bunga loyiqman. Endi biroz dam olsam bo'ladi. Bir kunlik dam olish muammo emas. Doimiy qulaylik muammo.
Endi eng xavfli joy. Qulaylik niqob kiyadi. U shunday ko'rinadi. Og'zingni asra. Burnout bo'lib ketma. Bugun keyin qil. Bu so'zlar yoqimli. Lekin ular sizni sekin oldiradi. Qulaylik hech qachon to'xta demaydi. U keyin deydi. Ertaga. Keyinroq. Bir ozdan so'ng. Va vaqt o'tib ketadi. Bugun qiyin. Yoki ertaga pushaymon. Kuchli odamlar og'riqni boshqacha ko'radi. Ular og'riqdan qochmaydi. Ular uni ishlatadi. Sportda shunday. Biznesda shunday. Hayotda shunday. Agar mushak og'rimasa, u o'smaydi. Agar aql qiynalmasa, u kengaymaydi. Agar xarakter sinovdan o'tmasa, u mustahkamlanmaydi. Qulaylik seni ushlab turadi. Endi amaliy qism. Agar siz qulaylik tuzog'idan chiqmoqchi bo'lsangiz, buni qiling. Birinchi qoida. Ataylab noqulaylik tanlang. Sovuq dush. Og'ir mashq. Qiyin suhbat. Qochmang. Ikkinchi qoida. Bugun keyin degan gapni o'chiring. Bu so'z sizni yutqazdiradi. Darhol bajaring. Yoki rejalashtiring va bajaring. Uchinchi qoida. Og'riqni dushman emas, murabbiy deb ko'ring. Og'riq sizga nimadir o'rgatyapti. Eshitishni o'rganing. Siz qiyin yo'lni tanlaganingiz uchun hech kimdan uzr so'ramaysiz. Bu sizni kuchli qiladi. Ko'pchilik shunday deydi. Nega o'zingni qiynaysan? Chunki men o'zimni qurayapman. Chunki men hozirgi holatim bilan rozi emasman. Chunki men ko'proq bo'lishni xohlayman. Qulaylikdan voz kechgan odam kamchilikni tan olgan odam. Kamchilikni tan olgan odam o'sishga tayyor odam. Qulaylik seni ushlab turadi. Agar siz hozir qulaylikni tanlasangiz, keyin bahona izlaysiz. Agar siz hozir og'riqni tanlasangiz, keyin natija gapiradi. Bugun. Eslab qoling. Eng xavfli holat juda qulay hayot. U sizni uxlatadi. U sizni chalgitadi. U sizni sezdirmay yutqazdiradi. Siz intizomni tanladingiz. Siz sukutni qurolga aylantirdingiz. Siz o'zingizni isbotlashni to'xtatdingiz. Endi bitta narsa qoldi. Atrofdagi shovqin. Qulaylik ko'pincha shovqin bilan keladi. Ijtimoiy tarmoqlar. Keraksiz gaplar. Boshqalarning hayoti. Agar siz ularni o'chirmasangiz, qulaylik qaytib keladi. Yoki shovqin. Yoki natija. Siz qulaylikning yuzini ko'rdingiz. Endi shovqinni o'chiramiz. 6-bob ijtimoiy shovqinni o'chir. Hozir bitta savol beraman. Halol javob bering. Siz oxirgi marta qachon to'liq jim ishladingiz? Telefon yo'q. Xabar yo'q. Bildirishnoma yo'q. Hech kim yo'q. Agar javob topa olmasangiz, muammo shu yerda. Ijtimoiy shovqin sizni bo'lib tashlaydi. Parcha-parcha qiladi. Va siz buni sezmay qolasiz. Diqqat bo'linadigan joyda natija bo'lmaydi. Ijtimoiy tarmoqlar neytral emas. Ular vaqtni olmaydi. Ular e'tiborni o'g'irlaydi. Bir video. Bitta post. Bitta izoh. Va siz yo'ldan chiqasiz. Siz shovqinni tanlaysizmi? Yoki sukutni? Ko'pchilik shunday deydi. Men faqat biroz qaradim. Yo'q. Siz faqat biroz yo'qoldingiz. Kamkorin ko'p yut. Kuchli odamlar nima qiladi? Ular ko'rinmaydi. Ular bahslashmaydi. Ular fikr bildirmaydi. Ular ishlaydi. Chunki ular bitta haqiqatni biladi. E'tibor energiya.
Energiya esa cheklangan. Agar siz har bir signalga javob bersangiz, siz boshqarilmaysiz. Siz boshqarilasiz. Bildirishnoma jiringlaydi. Siz qaraysiz. Xabar keladi. Siz javob berasiz. Kim boshqarayapti? Siz emas. Kim e'tiborni boshqarsa, hayotni boshqaradi. Kam ko'rinib, ko'p yutgan odamlarni eslang. Ular qayerda? Ular sahnada emas. Ular izohlarda emas. Ular shovqinda emas. Ular ishda. Siz har bir postga javob berishga majbur emassiz. Siz har bir trendga qo'shilishga majbur emassiz. Siz har bir bahsga kirishga majbur emassiz. Bu majburiyat emas. Bu tuzoq. Kam ko'rin, ko'p yut. Ko'pchilik shunday deb o'ylaydi. Agar ko'rinmasam, meni unutishadi. Ha, unutishadi. Va bu sizga kerak. Chunki unutgan odamlar sizni chalgitadiganlar. Eslab qoladiganlar esa natijani ko'rganlar. E'tibor so'rab olingan hurmat soxta. Natija bilan olingan hurmat haqiqiy. Ijtimoiy shovqin faqat tarmoq emas. Bu keraksiz suhbatlar ham. Keraksiz uchrashuvlar. Keraksiz izohlar. Har bir salomlashib gaplashib o'tirish bu e'tibor soligi. Har bir keraksiz suhbat bu energiya yo'qotish. Siz yo'q deysizmi? Yoki yana charchaysizmi? Ko'pchilik yo'q deyolmaydi. Nega? Chunki ular yoqishni xohlaydi. Chunki ular rad etilishdan qo'rqadi. Agar siz hamma bilan aloqada bo'lsangiz, hech qayerga yetib bormaysiz. Agar siz hamma bilan gaplashsangiz, o'zingizni eshitolmaysiz. Kam ko'rin, ko'p yut. Endi amaliy qism. Agar siz ijtimoiy shovqinni o'chirmoqchi bo'lsangiz, buni bajaring. Birinchi qoida. Bildirishnomalarni o'chiring. Hammasini emas, muhim bo'lmaganlarini. Telefon sizni emas, siz telefonni boshqaring. Ikkinchi qoida. Kunlik jim vaqt belgilang. Kamida 1 soat. Telefon ochiq. Internet yo'q. Faqat ish. Uchinchi qoida. Keraksiz suhbatlardan chiqing. Hammasini tushuntirmang. Hammani qoniqtirmang. Bu sizning vazifangiz emas. Siz jim bo'lishni tanlaganingiz uchun uzr so'ramaysiz. Siz yo'q bo'lib qolganingiz uchun oqlanmaysiz. Bu strategiya. Ko'pchilik shunday deydi. Lekin hamma shu yerda. Ha. Shuning uchun ham ko'pchilik yutqazadi. Ko'pchilik qilayotgan ish kamdan-kam hollarda to'g'ri bo'ladi. Agar siz hamma bilan bir xil bo'lsangiz, natijangiz ham bir xil bo'ladi. Agar siz ajralib tursangiz, natija ham ajralib turadi. Kam ko'rin, ko'p yut. Bu ibora shunchaki maslahat emas. Bu yashash usuli. Kam ko'rin, diqqat jamlansin. Kam gapir, energiya qolsin. Kam bahslash, kuch saqlansin. Va o'sha kuch bilan ishlang. Bugun siz ijtimoiy shovqinni o'chiryapsiz. Siz qulaylikdan chiqdingiz. Siz intizomni tanladingiz. Endi savol boshqacha. Bu kuchni qayerga berasiz? Har kuni. Qanday qilib? Qancha? Keyingi bobda biz buni aniq qilamiz. Katta sakrash emas. Har kuni kichik yutuq. Chunki haqiqiy g'alaba birdan kelmaydi. U yigiladi. Siz shovqinni o'chirdingiz. Endi natijani yigishni boshlaysiz. 7-bob har kuni bir oz yut. Ko'pchilik xato o'ylaydi. Ular o'zgarish bir kunda bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Bitta kuchli qaror. Bitta katta sakrash. Bitta keskin burilish. Bu yolg'on. Katta sakrashlar kamdan-kam hollarda ishlaydi.
Ular bosim beradi. Ular qo'rqitadi. Va oxir-oqibat sindiradi. G'alaba birdan kelmaydi. G'alaba yengiladi. Bugun kechagidan yaxshiroq bo'l. Bu shior emas. Bu strategiya. Siz bugun hammasini o'zgartirmoqchimisiz? Yoki bugun ozgina yutmoqchimisiz? Kuchli odamlar ikkinchisini tanlaydi. Nega? Chunki ular ong qanday ishlashini tushunadi. Ong bosimni yomon ko'radi. Lekin u takrorni yaxshi ko'radi. Har kuni kichik yutuq. Har kuni kichik g'alaba. Har kuni kichik oldinga siljish. Shu tariqa ong g'alabaga o'rganadi. Ko'pchilik nimani qiladi? Ular juda katta maqsad qo'yadi. Va bir haftada charchaydi. Keyin to'xtaydi. Keyin o'zini ayblaydi. Bu doira. Yomon doira. Bugun kechagidan yaxshiroq bo'l. Bu yondashuvda yiqilish yo'q. Faqat sekinlashish bor. Va davom etish bor. Misol keltiray. Ikki odam ingliz tilini o'rganmoqchi. Birinchisi shunday deydi. Har kuni 2 soat o'qiyman. 3 kun o'qiydi. 4-chi kuni to'xtaydi. 1 oyda unutadi. Ikkinchisi shunday deydi. Har kuni 10 daqiqa. U zerikmaydi. U to'xtamaydi. 1 yil o'tadi. Kim til biladi? Ikkinchisi. Chunki biri katta sakrashni tanladi. Ikkinchisi doimiylikni. Kichik qadamlar katta masofani bosib o'tadi. Siz sekin ketayotganingiz uchun hech kimdan uzr so'ramaysiz. Muhimi, to'xtamayapsiz. Ko'pchilik shunday deydi. Bu juda sekin. Ha. Lekin u ishlaydi. Tez yo'l ko'pincha qisqa yo'l emas. Sekin, lekin barqaror yo'l manzilga olib boradi. Bugun kechagidan yaxshiroq bo'l. Endi eng muhim tushuncha. Minimal majburiyat. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, siz o'zingizga shunday vazifa berasizki, uni bajarmaslik uyat bo'ladi. 5 daqiqa o'qish. 10 ta mashq. 1 sahifa yozish. 1 qadam. Bu kichkina, lekin kuchli. Minimal majburiyatning siri shunda. U qarshilikni oldiradi. U bahonani yo'q qiladi. Sabr yo'q degan gap ishlamaydi. Chunki 5 daqiqa har kimda bor. Zanjirni uzmang. 1 kun o'tdi, bajardingiz. 2 kun bajardingiz. 1 hafta bajardingiz. Endi ong shunday deydi. Bu kimligimning bir qismi. Va shu joyda o'zgarish boshlanadi. Siz kim bo'lishni xohlaysiz? Boshlab tashlab yuboradigan odammi? Yoki har kuni ozgina yutadigan odammi? Kuchli odamlar o'zini g'alabaga shunday o'rgatadi. Ular o'ziga ishonchni gap bilan emas, fakt bilan beradi. Har kuni bajarilgan kichik ish fakt. Har kuni uzilmagan zanjir fakt. Ishonch ichkaridan kelmaydi. Ishonch amaldan keladi. Endi amaliy qism. Agar siz bu bobni hayotingizga tatbiq qilmoqchi bo'lsangiz, quyidagilarni qiling. Birinchi qoida. Har kuni bitta yutuq belgilang. Katta bo'lishi shart emas. Muhimi bajarilishi. Ikkinchi qoida. Minimal majburiyatdan boshlang. Kayfiyat bo'lsa ham, bo'lmasa ham. Bahona qidirmang. Uchinchi qoida. Yutuqni belgilab boring. Qayd eting. Belgilang. Ko'ring. Ong ko'rgan narsaga ishonadi. Siz kichik yutuqlaringizni nishonlash uchun hech kimdan ruxsat so'ramaysiz. Bu sizning yo'lingiz. Ko'pchilik shunday deydi. Bu juda oddiy. Ha. Shuning uchun ham ishlaydi.
Murakkab tizimlar sinadi. Oddiy tizimlar yashaydi. Bugun kechagidan yaxshiroq bo'l. Bu ibora sizni bosmaydi. Bu ibora sizni oldinga tortadi. Bugun bir yaxshiroq bo'ling. Ertaga yana bir. Bir yil o'tadi. Sizni tanimay qolishadi. Katta farqlar, kichik farqlarning yigindisi. Bugun. Siz shovqinni o'chirdingiz. Siz qulaylikdan chiqdingiz. Siz intizomni tanladingiz. Endi siz galabani yigishni boshladingiz. Lekin yo'lda yana bitta to'siq bor. Eng xavflilardan biri. Bahona. Bahona shunday deydi. Bugun bo'lmadi. Bugun boshqacha edi. Bugun sabab bor. Agar siz bunga yo'l bersangiz, zanjir uziladi. Keyingi bobda biz aynan shuni yo'q qilamiz. Bahona emas. Javobgarlik. Siz har kuni ozgina yutyapsiz. Endi o'z hayotingiz uchun to'liq javob berishni o'rganasiz. 8-bob bahona qidirma, javobgar bo'l. Hozir eng noqulay haqiqatni aytaman. Hayotingizdagi hamma narsa uchun bitta umumiy sabab bor. Siz. Bu og'ir eshitiladi. Lekin ozod qiluvchi haqiqat ham shu. Bahona seni yutqazdiradi. Bahona qulay. Javobgarlik og'ir. Ko'pchilik birinchisini tanlaydi. Shuning uchun ham ko'pchilik joyida qoladi. Ayblash madaniyati shunday ishlaydi. Sharoit aybdor. Ota-ona aybdor. Tizim aybdor. Odamlar aybdor. Hammaning aybi bor. Faqat bitta odamdan tashqari. O'zingizdan. Siz ayblaysizmi? Yoki boshqarasizmi? Ikkinchisi og'riqli. Lekin faqat u ishlaydi. Bahona seni yutqazdiradi. Mas'uliyat madaniyati butunlay boshqacha. U shunday deydi. Bu mening hayotim. Bu mening natijam. Demak, yechim ham menda. Bunday odamlar kam. Lekin ular doim oldinda. Chunki ular energiyani bahonaga emas, yechimga beradi. Bahona vaqtincha yengillik beradi. Mas'uliyat esa uzoq muddatli kuch. Bahona shunday deydi. Bugun bo'lmadi. Mas'uliyat shunday deydi. Qanday qilib bo'ldi? Savolni o'zgartirsangiz, yo'nalish o'zgaradi. Hayotini o'zgartirgan odamlarni eslang. Ular nimani umumiy qilgan? Ular shikoyat qilmagan. Ular oqlanmagan. Ular kutmagan. Ular shunday degan. Men javobgarman. Siz javobgarlikni olish uchun hech kimdan ruxsat so'ramaysiz. Bu qaror. Ichki qaror. Bahona seni yutqazdiradi. Ko'pchilik shunday deydi. Lekin hamma narsa mening qo'limda emas. To'g'ri. Hammasi emas. Lekin nimadir sizning qo'lingizda. Va faqat o'sha joydan boshlash mumkin. Siz ob-havoni boshqara olmaysiz. Lekin chiqib ishlashni boshqarasiz. Siz odamlarni o'zgartira olmaysiz. Lekin munosabatingizni o'zgartirasiz. Mas'uliyat bu nazorat emas. Mas'uliyat bu javob. Endi halol bo'laylik. Bahona nima uchun yoqimli? Chunki u egoni himoya qiladi. U sizni aybdor qilmaydi. U sizni yaxshi odam qilib ko'rsatadi. Lekin natija bermaydi. Siz o'zingizni yaxshi his qilmoqchimisiz? Yoki yaxshiroq bo'lmoqchimisiz? Ikkinchisi qiyinroq. Lekin faqat u o'zgartiradi. Bahona seni yutqazdiradi. Mas'uliyat nimani anglatadi? Bu o'zingizni urish emas. Bu o'zingizni jazolash emas. Bu shunchaki haqiqatni tan olish va harakatni boshlash. Mas'ul odam shunday deydi. Bu joyda xato qildim.
Bu yerda sekinlashdim. Bu yerda to'xtadim. Va keyin savol beradi. Endi nima qilaman? Mas'uliyat har doim keyingi qadamni tugdiradi. Bahona esa to'xtatadi. Endi amaliy qism. Agar siz bahona madaniyatidan chiqmoqchi bo'lsangiz, buni bajaring. Birinchi qoida. Lekin sozini ushlang. Har safar lekin desangiz to'xtang. Bu bahona boshlanishi. Ikkinchi qoida. Har muammo uchun bitta harakat yozing. Muammo bor, harakat bo'lsin. Shikoyat bo'lmasin. Uchinchi qoida. O'zingizdan so'rang, bu yerda mening ulushim qayerda? Hatto 10% bo'lsa ham. O'sha joydan boshlang. Siz javobgarlikni tanlaganingiz uchun hech kimga hisobot bermaysiz. Bu sizning hayotingiz. Ko'pchilik shunday deydi. Bu adolatsiz. Balki. Lekin adolat natija bermaydi. Mas'uliyat beradi. Hayot adolatli bo'lishi shart emas. U javobgarlikni talab qiladi. Bahona seni yutqazdiradi. Agar siz bugun ayblasangiz, ertaga ham shunday bo'ladi. Agar siz bugun javobgarlikni olsangiz, ertaga o'zgarish boshlanadi. Bugun siz har kuni ozgina yutyapsiz. Lekin faqat bitta shart bilan. Agar bahonani tashlasangiz, mas'uliyatni olgan odam kuchayadi. Chunki u endi qurbon emas. U yaratuvchi. Qurbon kutadi. Yaratuvchi harakat qiladi. Siz shovqinni o'chirdingiz. Siz qulaylikdan chiqdingiz. Siz intizomni tanladingiz. Siz kichik yutuqlarni yigdingiz. Endi siz to'liq javobgarsiz. Lekin yo'lda yana bitta sinov bor. Ko'pchilik bardosh bera olmaydigan sinov. Yolg'izlik. Mas'uliyat ko'pincha yolg'iz qoldiradi. Chunki hamma bunga tayyor emas. Keyingi bobda biz aynan shuni gaplashamiz. Nega yolg'izlik zaiflik emas? Nega u kuch belgisi? Siz bahonani tashladingiz. Endi yolg'izlikni quchoqlaysiz. 9-bob yolg'izlik kuch belgisi. Ko'pchilik yolg'izlikdan qo'rqadi. Sukutdan qo'rqadi. Yonida hech kim bo'lmagandan qo'rqadi. Shuning uchun ular doim kim bilandir. Doim gapda. Doim harakatda. Lekin mana haqiqat. Agar siz yolg'iz qola olmasangiz, siz kuchli emassiz. Bu og'ir eshitiladi. Lekin bu haqiqat. Hamma bilan yurgan hech qayerga bormaydi. Yolg'izlik zaiflik emas. Yolg'izlik ichki kuch belgisi. Kuchli ong shovqinsiz ham yashay oladi. Kuchli ong boshqalarsiz ham yo'l topa oladi. Kuchli ong yolg'izlikdan qochmaydi. Siz doim kim bilandir bo'lishni tanlaysizmi? Yoki ba'zan o'zingiz bilan qolishni? Ko'pchilik yolg'izlikni noto'g'ri tushunadi. Ular uni rad etilish deb o'ylaydi. Yutqazish deb o'ylaydi. Yolg'iz qolish mag'lubiyat deb o'ylaydi. Yo'q. Yolg'izlik filtrlash. Bu shuni anglatadi. Siz keraksiz odamlarni chiqarib yubordingiz. Siz shovqinni o'chirdingiz. Siz ichki ovozni eshita boshladingiz. Ichki ovoz faqat sukunatda gapiradi. Eng kuchli qarorlar qayerda qabul qilinganini bilasizmi? Yig'inlarda emas. Bahslarda emas. Do'stlar davrasida emas. Ular yolg'izlikda qabul qilingan. Jimxonada. Hech kim ko'rmayotgan paytda. Chunki faqat yolg'izlikda siz halol bo'lasiz. Bahona yo'q. Tomoshabin yo'q. Rol yo'q. Faqat siz va haqiqat. Siz yolg'iz qolish uchun hech kimdan ruxsat so'ramaysiz. Bu qochish emas. Bu tayyorgarlik. Hamma bilan yurgan hech qayerga bormaydi.
Ko'pchilik shunday deydi. Yolg'iz qolish zerikarli. Yolg'iz qolish og'ir. Yolg'iz qolish qo'rqinchli. Ha, boshida. Lekin aynan shu joyda siz osasiz. Chunki osish har doim noqulaylik bilan boshlanadi. Siz hamma bilan bir xil yo'ldan yurishingiz shart emas. Siz hamma bilan bir xil tezlikda yurishingiz shart emas. Siz hamma bilan bir xil joyga borishingiz shart emas. Ommaviy yo'l ommaviy natija beradi. Yolg'iz qolgan odam nima qiladi? U o'ylaydi. U reja qiladi. U o'zini tahlil qiladi. Hamma bilan yurgan odam nima qiladi? U moslashadi. U ergashadi. U kutadi. Hamma bilan yurgan hech qayerga bormaydi. Yolg'izlik sizga nima beradi? Aniqlik beradi. Chegaralar beradi. Yo'nalish beradi. Bu joyda siz shunday savollar berasiz. Men nimani xohlayman? Men nimani xohlamayman? Men nimani to'xtatishim kerak? Men nimani boshlashim kerak? Bu savollarni olomon ichida eshitib bo'lmaydi. Siz olomon shovqinini tanlaysizmi? Yoki sukunat haqiqatini? Ko'pchilik yolg'izlikdan qochadi, chunki u egoni yo'q qiladi. Sizni niqobsiz qoldiradi. Sizni bahonasiz qoldiradi. Lekin aynan shu sababli u kuch beradi. Ego shovqinda yashaydi. Kuch esa sukunatda o'sadi. Endi amaliy qism. Agar siz yolg'izlikni kuchga aylantirmoqchi bo'lsangiz, buni qiling. Birinchi qoida. Har kuni yolg'iz vaqt belgilang. Kamida 30 daqiqa. Telefon yo'q. Muloqot yo'q. Faqat siz. Ikkinchi qoida. Yolg'izlikda savol bering, javob qidiring. Qochmang. Chalgitmang. Qarang. Uchinchi qoida. Hamma joyga bormang. Hamma chaqiruvga ha demang. Ba'zan yo'q deyish osish belgisi. Siz yolg'iz qolganingiz uchun uzr so'ramaysiz. Bu tanlov. Ko'pchilik shunday deydi. Lekin odamlar nima deydi? Ular doim nimadir deydi. Siz bilan bo'lsalar ham. Sizsiz bo'lsalar ham. Boshqalarning fikri vaqtinchalik. Sizning yo'lingiz doimiy. Hamma bilan yurgan hech qayerga bormaydi. Agar siz haqiqiy natija xohlasangiz, siz ayrim joylarda yolg'iz bo'lishingiz kerak. Agar siz haqiqiy kuch xohlasangiz, siz ayrim odamlarni ortda qoldirishingiz kerak. Bu xiyonat emas. Bu osish. Siz hammani saqlaysizmi? Yoki yo'lingizni? Yolg'izlik sizni sovuqlashtirmaydi. U sizni aniqlashtiradi. Va aniqlik bo'lgan joyda g'alaba bo'ladi. Kuchli odamlar oxir-oqibat yolg'iz qoladi. Lekin ular yo'qolmaydi. Ular yetib boradi. Siz bahonani tashladingiz. Siz javobgarlikni oldingiz. Siz yolg'izlikdan qo'rqmay qo'ydingiz. Endi yakuniy savol qoldi. Qachon to'xtaysiz? Ko'pchilik juda erta to'xtaydi. Natija chiqishidan oldin. G'alaba ko'rinishidan oldin. Yakuniy bobda biz aynan shuni yopamiz. Qachon to'xtamaslik kerak? Qachon gapirish kerak emas? Siz yolg'izlikda kuch topdingiz. Endi oxirigacha borishni o'rganasiz. 10-bob yutmaguningizcha to'xtamang. Endi oxirgi haqiqatni aytamiz. Eng qattiq haqiqatni. Siz hozir qanday his qilayotganingiz muhim emas. Siz o'zingizni kuchli his qilyapsizmi, muhim emas. Siz o'zingizni tayyor his qilyapsizmi, muhim emas. Faqat bitta narsa muhim. Natija. Agar natija yo'q bo'lsa, baholash ham yo'q. Agar natija yo'q bo'lsa, gap ham yo'q. Agar natija yo'q bo'lsa, to'xtash ham yo'q.
G'alaba ichki tuyg'u emas. G'alaba tashqi dalil. Ko'pchilik shu yerda adashadi. Ular o'zini baholashni juda erta boshlaydi. Men harakat qildim. Men charchadim. Men yetarlicha qildim. Yo'q. Natija qayerda? Siz his-tuyg'uga tayanasizmi? Yoki faktga? Kuchli odamlar faktni tanlaydi. Yutdingmi, gapiramiz. Yutmadimi, ishlaymiz. Bu qo'pol eshitiladi. Lekin bu g'alaba tili. G'alaba hech qachon oqlanmaydi. U tushuntirmaydi. U himoyalanmaydi. U shunchaki turadi. Ko'rinadi. Inkori yo'q. Natija bahsni yopadi. Ko'pchilik yo'lda to'xtaydi. Nega? Chunki ular charchaydi. Chunki ular shubhalanadi. Chunki ular yetarli bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Lekin g'alaba aynan shu joydan keyin boshlanadi. Siz davom etish uchun hech kimdan ruxsat so'ramaysiz. Siz to'xtamaslikka qaror qilasiz. Yutdingmi, gapiramiz. Yutmadimi, ishlaymiz. Bu qoidani tushuning. Agar siz natijaga chiqmasdan to'xtasangiz, siz deyarli yutdingiz. Deyarli yutish emas. Hayot deyarlini hisobga olmaydi. Ko'pchilik shunday deydi. Men yo'ldaman. Yo'l natija emas. Jarayon mukofot emas. Jarayon faqat natijaga olib borsa qiymatli. Siz bu audio kitob davomida nimani o'rgandingiz? Diqqatni boshqarishni. O'zingizni isbotlamaslikni. Sukutni qurol qilishni. Intizomni kayfiyatdan ustun qo'yishni. Qulaylikdan chiqishni. Shovqinni o'chirishni. Har kuni ozgina yutishni. Bahona tashlashni. Yolg'izlikdan qo'rqmaslikni. Bularning hammasi nima uchun edi? Bitta sabab uchun. Natija. Siz bu bilimlarni eslab qo'yasizmi? Yoki ishlatasizmi? Bilim ishlatilmasa yuk. Bilim ishlatilsa qurol. Bu audio kitob motivatsiya emas. Bu talab. Yutdingmi, gapiramiz. Yutmadimi, ishlaymiz. Ko'pchilik g'alabani noto'g'ri tushunadi. Ular o'ylaydi. G'alaba ichki tinchlik. Yo'q. Bu keyin keladi. Avval tashqi dalil. Avval o'zgarish. Avval fakt. Kuchli odamlar o'zini his-tuyg'u bilan emas, natija bilan o'lchaydi. Bugun nima qildim? Nima bitdi? Nima o'zgardi? Agar javob yo'q bo'lsa, ish bor. Siz davom etayotganingiz uchun hech kimga izoh bermaysiz. Siz to'xtamaganingiz uchun uzr so'ramaysiz. Bu sizning yo'lingiz. Yutdingmi, gapiramiz. Yutmadimi, ishlaymiz. Endi eng muhim joy. Qachon to'xtash mumkin? Faqat bitta holatda. Natija chiqqanda. G'alaba ko'ringanda. Inkori bo'lmaganda. Undan oldin bahona yo'q. Undan oldin dam yo'q. Undan oldin shubha yo'q. To'xtashni bilganlar emas, davom etganlar yutadi. Ko'pchilik burnoutdan qo'rqadi. Charchoqdan qo'rqadi. Bosimdan qo'rqadi. Lekin ular bir narsani unutadi. Eng og'ir charchoq natijasiz mehnat. Agar natija bo'lsa, charchoq o'tadi. Agar natija bo'lmasa, charchoq qoladi. Siz natijali charchaysizmi? Yoki natijasiz? Bu bob sizga yumshoq yakun bermaydi. Bu bob sizni qo'yib yubormaydi. Bu bob shunday deydi. Agar siz hali yutmagan bo'lsangiz, ish tugamagan. Yutdingmi, gapiramiz. Yutmadimi, ishlaymiz. Eslab qoling. Sizni hech kim qutqarmaydi. Sizni hech kim olib chiqmaydi. Sizni hech kim kutmaydi.
Lekin agar siz davom etsangiz, dunyo yoningizdan o'ta olmaydi. Doimiy bosim natijani sindiradi. Bu audio kitob shu yerda tugayapti. Lekin sizning ishingiz tugamadi. Aksincha, endi boshlandi. Siz bugundan boshlab boshqacha yashaysiz. Jim. Intizom bilan. Natijaga qarab. Va agar kimdir sizdan so'rasa, qachon gapirasan? Siz bitta javob berasiz. Yutganimda. Shu bilan hammasi yopiladi. Chunki bu bitta qoida butun hayotingizni o'zgartiradi. Yutmaguningizcha o'zingizga e'tibor qaratmang. Yutmaguningizcha to'xtamang. Yutdingmi, gapiramiz. Yutmadimi, ishlaymiz. Endi boring. Jim bo'ling. Ishlang. Yuting. Endi bilasiz. Muammo sizda emas edi. Muammo diqqatingizda edi. Siz juda ko'p gapirdingiz. Juda ko'p kutdingiz. Juda ko'p boshqalarga qaradingiz. Endi bas. Bugundan boshlab bitta qoida bilan yashaysiz. Natija bo'lmaguncha jim. G'alaba bo'lmaguncha o'zingizga achinmang. Hech kim sizga qarzdor emas. Dunyo sizni kutmaydi. Lekin agar siz har kuni ishlasangiz, dunyo yoningizdan o'ta olmaydi. Bugun qaror qiling. Chalgituvchilarni o'chiring. E'tiborni yiging. Va esda tuting. Yutmaguningizcha o'zingizga e'tibor qaratmang. Endi boring. Ishlang. Agar bu audio kitob sizga foyda bergan bo'lsa, biling, bu kanal jim ishlaydi, lekin kuchli natija beradi. Bu yerda har kuni yangi audio kitob chiqadi. Sokin intizom, ruhiy kuch va ongni mustahkamlovchi darslar. Shu sababli yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang. Agar eshitganlaringiz sizga ta'sir qilgan bo'lsa, like bosing. Bu kuchli kontentni davom ettirishimizga yordam beradi. Va izohlarda yozing, qaysi fikr sizni o'ylantirdi. Jimlikda kuch bor.